Bismillahirrohmanirrohim. Yangi mavzuyimiz tavfiq nima? Tavfiq. Alloh azza va jalladan ixlosini so'raymiz, o'zi tavfiq berishini so'raymiz, o'zi qo'llashini va siz bilan bizga bu darslarning foydali bo'lishiga ko'mak berishini so'rab boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh azza va jalla Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Va barchangiz Allohga qaytariladigan kundan qo'rqingiz. Qiyomatdan qo'rqinglar. So'ngra har bir jonga qilgan amali uchun to'la jazo beriladigan va hech kimga zulm qilinmaydi. Alhamdulillahi robbil alamin. Hammamiz musulmonmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohning borligiga iymon keltirganmiz. Hammamiz jannatni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz jannatga kirishni va uning oliy darajalariga yetishlikni xohlaymiz. Hammamiz do'zaxni yomon ko'ramiz. Do'zaxga kirib qolishlikdan, do'zaxga ahil bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh tilaymiz. Alhamdulillahi robbil alamin musulmonmiz. Robbimiz bizga amr qilgan, buyurgan buyruqlarni bajaramiz, lekin bajarayotganimizdan ko'ra mukammalroq bo'lishligini xohlaymiz. To'g'rimi? Ana shu amallarni mukammal suratda bajarish bizning foydamiz ekanligini bilamiz. Bilamiz, shuning uchun mukammalroq qilaylik deymiz, amallarimiz yana ham chiroyli bo'lsin deymiz, ammo doimo bunga qodir bo'lavermaymiz. To'g'rimi? G'ayrat bilan, jiddiy jahd bilan, shijoat bilan bir ishni boshlaymiz, ammo bu g'ayratimiz uzoqqa bormay qoladi. Tanish manzarami? Bo'ldi, ertadan boshlab bomdodni masjidda o'qiyman deysiz. Bomdodda o'qiysiz, ertasi kuni o'qiysiz, keyin yaxshi bo'lib qolasiz. Ish to'xtab qoladi. Oxiriga yetkaza olmaymiz. Maqsadimizga yeta olmaymiz. Xohlaymiz bironta bir gunoh qilmaslikni. Xohlaymiz Allohning chegaralari, hadlarini buzmaslikni. Lekin doimo bunga qodir bo'la olmaymiz-da. Kitob o'qishini fazilat haqida ma'ruza eshitdingiz. Kitob insonning aqlini o'stirar ekan. Qayroq tosh pichoqni qayrab o'tkir qilganidek, kitob insonning aqlini o'tkir qilar ekan deb eshitdingiz va qasd qildingiz. Bo'ldi. Ertadan boshlab albatta kitob o'qiyman. Yotishdan avval, uyqudan avval yarim soat albatta kitob o'qiyman deb niyat qilasiz. Niyatli qilmaysiz, kitob ham olasiz. Boshlaysiz ham. Bir kun o'qiysiz, 2 kun o'qiysiz, keyin nima bo'ladi? Tanish manzarami? Bo'ldi. Kechki paytda yeyilgan ovqat odamga zarar ekan. Domlalar ham aytayapti buni, doktorlar ham aytayapti. Bo'ldi, 6 dan keyin kechki paytga, 7 dan keyin ovqat yemayman deysiz. Bir kun yemaysiz. 2 kun yemaysiz. Ya'ni bizni deydi sharoitimizda, o'zbekchiligimizda qiyin ekan domla. Somordagi oshlarda hammasi kechki payt ekan. Bo'ldi. Dushanbadan trenajyorniy zalga chiqaman. Seshanbadan stadionga chiqaman. Chiqasiz bir hafta, 2 hafta. Keyin nima bo'ladi? To'g'ri aytyapmanmi? Qo'llab qo'yinglar. Hammada bo'lganmi? Qolganlar harakat ham qilmagan, ammo ko'tarmayotganlar-chi. Bular harakat ham qilmagan, demak sizlarga tegishli emas. Ma'qul ko'targanlarga tegishli ma'ruza. Demak sizlar ishlanmagan, sizlar hech qachon bu narsani qila olmasliginglarga, e'tiqodinglar mustahkam, shunday qolaveringlar. Birodalar, bu mavzu juda o'ta muhim mavzu. Tavfiq mavzusi. Soddaroq qilib aytaymi, tavfiq nima? Mashinaning roli bormi? Motor har qancha kuchli bo'lsin, mashina har qanchalik yangi bo'lsin, hadovoyi moshni bo'lsin, rol ishlamasa u foydasi yo'q, bir siqim temir. Uni kuch bilan bir 300 ta, 400 ta ot kuchi mana shu ishlab turibdi, qaysi tomonga bossiz tortaman deb turibdi. Agar siz aytgan tomonga yurmasa, u mashina sizga kerakli narsa bo'lmaydi. Tavfiq ana shu rul. Ma'qulmi? Yana ham soddaroq misol aytaymi? Tavfiq nima? Haligi
bolangiz endi tikka turib yurishni boshlaganda haligi 5 ishchilar qiladigan arava bo'ladi. 4 ta g'ildiraylik, roli yo'q. 2 ta g'ishtni solib qo'yasiz. 2 ta g'ishtni itarib ketyapti. U bola faqat oldiga yura oladi-da. Shunda siz turib g'ildiragimda turtib qo'yasiz oldini. 5 gradus, 10 gradus burib turasiz, chuqurga tushib ketmasdan to'g'ri yo'lga chiqib oladi. Agar tek qo'yib qo'ysangiz borib devorga taqalib qoladi yoki chuqurga tushib ketadi. Tavfiq o'sha g'ildiragini tep-tep to'g'ri tomonga burib qo'yish. Bo'ldi. Qasd qildim. Haftasiga 2 marta albatta zalga boraman deydi. 3-4 kundan keyin eski holatiga qaytib qoladi. Tanish manzarami? Bu juda ko'pchiligimiz ustida bor bo'lgan haqiqat. Nimaga shunaqa bo'ladi? Bir qarasangiz, aql xushingiz joyida. Qilmoqchi bo'lgan ishingiz sizni foyda ekanligiga aniq ishonasiz. Ikkilanmaysiz, boshlaysiz, oxiriga yetkiza olmaysiz. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Nima qilsak, mana shunday bir xayriyatli ishlarni davomiy suratda bajarib maqsadimizga yetamiz. Qanday qilsak, gunohlardan osonlik bilan tiyilamiz. Bizga bu narsa uchun nima kerak? Mana shu narsaga yetish uchun bizga nima kerak? Bizga tavfiq kerak. Allohdan bo'lgan tavfiq. Agar Allohdan bo'lgan tavfiq bo'lmasa, biz ko'zimizni ochib yumishga ham qodir bo'lmaymiz. Og'zimizdagi tupurgimizni ham yuta olmaymiz agar Allohning tavfiqi bo'lmasa. Mana 5 mahal namoz o'qiymiz. Har namozimizda Fotiha surasini o'qiymiz. Ihdinas siratal mustaqim deymiz. Parvardigor bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagan. Nima? To'g'ri yo'lda emasmizmi? Alhamdulillahi robbil alamin, to'g'ri yo'ldamiz, islomdamiz, iymondamiz. Lekin nimaga doim o'qiymiz buni? Chunki Alloh taolo o'zi to'g'ri yo'lga boshlab turmasa, to'g'ri yo'lda turishingizga tavfiq bermasa, o'zi qo'llamasa, yo'lamasa, siz ko'z ochib yumgunchalik muddatdan ozroq muddatda adashib ketib qolasiz. Agar Alloh taoloning o'zi bizni to'g'ri yo'lga boshlamasa, o'zimizni holimizga tashab qo'ysa, holimizga voy bo'ladi. Agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, adashib ketishligimizda shak shubha yo'q. Biz bu yerda tavfiqni ta'rifini o'qiymiz. Tavfiq haqida ummatning ulug'lari aytgan so'zlarini o'qiymiz. Va nima qilsak, tavfiq egasi bo'lamiz. Tavfiq nima? Tavfiq so'zining lug'aviy ma'nosi. Lisonul arabda aytiladi: "Vaffaqahullohu subhanahu lil khayr, alhamahu va huwa minat tawfiq." Alloh uni yaxshilikka muvaffaq qildi, uni yaxshilikka ilhomlantirdi. Mana shu narsa tavfiq deyiladi. Alloh sizni o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga yo'llab qo'yishi, ilhom berishi tavfiq deyiladi. Mu'jamul Vasitda keltiriladi: "At-tawfiqu minallohi lil 'abd saddu tariqash-shar va tashil tariqil khayr." Alloh tomonidan bandaga bo'lgan tavfiq yomonlik yo'lini to'sib, yaxshilik yo'lini oson qilishlik. Tavfiq yaxshilikka bo'lgan ilhom. Tavfiq hidoyat qilish, to'g'ri yo'lga boshlash, yordam. Tavfiq qo'llashlik va muvaffaqiyat. Tavfiq yomonlik yo'lini to'sish, yaxshilik yo'lini osonlashtirish. Vaffaqahulloh, Alloh uni muvaffaq qildi. Tavfiq berdi. Nima degani? Yo'l yo'rg'ini Alloh taolo ochib qo'ydi. Alloh unga tavfiq berdi deymiz. Ya'ni ana shu tavfiq olgan odamni shu ishni qilishga ilhomlantirdi, qadamlarini to'g'riladi va intilayotgan ishlarida muvaffaqiyatga yetkazdi. Tavfiq bu haqni bilishlik. Alloh tavfiq bergan odamgina haqni taniydi. Endi haqni tanib qolishligini o'zingizlar komil tavfiq emas. Chunki haqni tanib turib amal qilmaslik ham mumkin-da. Tavfiqning komil ko'rinishi haqni taniysiz va unga amal qilasiz. Demak, tavfiq so'zi umumiy suratda iymon, amal, taqvo, Allohning roziligi, baraka
va hamma yaxshiliklarga bo'lgan ilhom. Biz birodarlar tavfiq deganda umumiy insonni Allohning roziligiga olib boradigan ikki dunyoning xayriyatlarini qo'lga kiritishlikni nazarda tutyapmiz. Xo'p. Tushunarli bo'ldi tavfiq. Endi savol bor. Kofirlar ham bu dunyoda ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Ularga ham ilhom berilyapti. Ular ham ko'zlagan maqsadiga yetishyapti. Ularniki ham tavfiqmi? Yo boshqa narsami? Qarasangiz, ayni tavfiq, chunki bular ham ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Kofirlarni mana shu dunyo maydonida qo'lga kiritayotgan yutuqlarini ham tavfiq desak bo'ladimi? Ya'ni qarasangiz, dunyoda hamma xayriyati bor ularning qo'lida. Dunyo xayriyatlardan foydalanishida ular hammadan peshqadam. Boyligi bor, sog'ligi bor, mansabi bor, quvvati bor, boshqa shunaqa ne'matlari bor. Ular ham tavfiqmi? Yo'q. Biz nazarda tutayotgan tavfiq bu emas. Chunki dunyo maydonidagi muvaffaqiyat boylik bo'ladimi, mansab bo'ladimi, shuhrat bo'ladimi, aql bo'ladimi, tadbir bo'ladimi? Bular Allohning taqdiri bilan sodir bo'laveradi. Ya'ni Alloh taolo ana shu kofirni, Alloh azza va jalla ana shu kofirni boy qilishni taqdir qilgan, boy bo'laveradi. Ammo biz aytayotgan tavfiq bunaqa emas. Alloh odil zot. Dunyo maydonida muvaffaqiyatga erishishlik uchun qanday sabablarni qilish kerak? Kim shu sabablarni qilsa, Alloh uni muvaffaqiyatga yetkazaveradi. Iymoni bormi, yo'qmi farqi yo'q. Dunyo maydonida qo'lga kiritiladigan muvaffaqiyatni qanaqa sababini qilishingiz kerak? Shu sababni qilsangiz, beraveradi. Biz aytayotgan tavfiq Allohning roziligiga olib boradigan, ikki dunyoning saodatiga sabab bo'ladigan ishlarga yetishlik tavfiq bo'ladi. Demak, dunyo maydonida kofirlarning qo'liga kelayotgan xayriyatlar tavfiq deyilmaydi. Men namoz o'qimasam ham ishlarim zo'r ketyapti deydi-yu. Eshitamiz-da shunaqaga. Mana sen namoz deysan, taqvo deysan, namoz o'qimasam ham, taqvodor bo'lmasam ham beryapti menga desa aytamiz, bu taqdir bu. Chunki sen qilayotgan ishni men ham qilyapman, menga bermayapti. Demak, taqdir bu. Allohni tanish, uning buyruq va qaytarg'ilarini bilish va ana shu buyruq qaytarg'ilarga amal qilishlik haqiqiy tavfiq bo'ladi. To'g'ri-da. Mana haligi Steve Jobs o'lib ketdi. Apple kompaniyasining asoschisi 8 milliard dollar qoldirib. O'sha yashayotgan paytda muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qoldi. Steve Jobs desa bu muvaffaqiyatning simvoli bo'lib qoldi, ramzi bo'lib qoldi. Hamma havas qildi, dedi. Mana haqiqiy tavfiq topgan odam dedi. 56 yoshida oshqozon osti bezini raka bilan ketaverdi. Endi quruq ketdi u yoqqa. Tavfiqmi bu? Tavfiq Allohni rozi qiladigan amallarga muvaffaq bo'lish. Allohni rozi qiladigan ishlarni qilishlikka yo'l ochilishi biz aytayotgan tavfiq bo'ladi. Bandani ikki dunyoda ham saodatli qiladigan tavfiq bu taqvo va solih amallarga bo'lgan tavfiq. Nima uchun kofirlarga berilgan mana shu dunyo matohi tavfiq deyilmaydi? Chunki Alloh taolo bu dunyo matohini musulmonga ham, kofirga nima qiladi? Beraveradi. Sababini qilsa beraveradi. Dalil: Astagfiru billah. Kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom dedi Alloh taolo Qur'onda. Bu dunyoda odamlarning barchalariga, hammalariga, mana bu mo'minlarga ham, onovi kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Dunyo maydonida beraveradi hammaga. Endi o'ylab ko'ring, agar dunyo maydonida faqat mo'minlarga ne'matlar berilsa,
kofirlarga hech narsa berilmasa, unda narigi kofirlar ham o'sha ne'mat uchun mo'min bo'lib ketardi-da. O'shuning uchun, ey bandalarim deydi Alloh taolo, berganim mukofot emas. Bermaganim jazo emas. Berganim sinov, bermaganim shifo. O'shuning uchun bir odamni ikkinchi odamdan qadr qiymatini belgilayotganda musulmonlar boyligini birinchi o'ringa qo'ymaydi. Iymoni, amali, taqvosi, solih amallariga qarab turib, bizdan balandroq bo'lsa, demak shu odam Allohga yaqinroq, bizdan yaxshi deymiz. Garchi kambag'al bo'lsa ham. Lekin biz odamlarda, aksariyatda hozirgi odamlarning ko'pchiligini kallasida Xudoga yoqqan joyi borki, zuvolasini kofirlarni bu dunyoda qo'lga kiritayotgan boyligi, sog'ligi, mansabi, peshqadamliklari nima ekan? Allohning taqdiri ekan. Bu dunyo matohini Alloh mo'minga ham, kofirga ham beraverar ekan. Tavfiq emas ekan bu. Balki istidroj bo'ladi, birodarlar. Kofirlarni bu dunyodagi muvaffaqiyati tavfiq emas. Taqdir, Allohning taqdiri yoki istidroj bo'lishi mumkin. Har qancha gunoh, ma'siyat, fisq, fujurga kirsa ham Alloh taolo kasal ham qilmaydi, kambag'al ham qilmaydi, qo'liga beraveradi, haddan oshib mana biz deganda Alloh taolo ko'tarib yerga chopadi. O'shuning uchun g'arbda, sharqda, dunyo maydonida, dunyoning moli mulkida siz bilan o'zidan o'tib ketganligi bizni nima qilmasin? Aldab qo'ymasin. Chunki bu dunyodagi berishlik, bermaslik hech narsani hal qilmaydi. Ha, musulmon odam boy bo'lgani yaxshi, kambag'al bo'lmagani yaxshi. Boylikni Allohdan so'rash kerak, kambag'al bo'lishidan panoh tilash kerak. Lekin shu so'ragan duolaringizdan keyin Alloh qanaqa kun berayotgan bo'lsa, rozi bo'lishingiz kerak. Ana shu rozi bo'layotganingiz ham tavfiq. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Bir musibat kelsa. Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Bora shunday gaplar. Demak, Alloh shu o'zi bergan kunga rozi bo'lmayotganligi, demak Alloh unga tavfiq bermaganligi, rozi bo'lishlikka yo'l ochmaganligini belgisi. Eskilarda so'kishi bo'ladi, deb betofiq deb qo'yadi. Eshitganmisizlar baramata shu? Deb betofiq deydi. Endi tushundinglar nimaligini? Betofiq degani Alloh uni o'zini holiga tashab qo'ygan odam. Allohning hisobidan chiqib ketgan odam, tugagan odam degani bu. Betofiq deydi. Birodarlar, agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, tupurgingizni yuta olmaysiz. Borda shunaqa boy akalarimiz. Undan ko'ra puli ozroq bo'lgan odamlar qilayotgan sarf-xarajatni, xayr-ehsonni yarmini ham qila olmaydi. Nimaga? Nima yo'q? Endi tavfiqni qo'lga kiritishimiz uchun bizga nima kerak? Bizga solih amal kerak. Alhamdulillahi robbil alamin, musulmon bo'ldik. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb musulmon bo'ldik. Endi ana shu tavfiq bizda doim bo'lishi uchun, o'sha tavfiq bizda ziyoda bo'lishi uchun nima kerak bizga? Solih amal kerak. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alloh taolo aytayapti. Erkakmi, ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, erkak ayol farqi yo'q ekan, musulmon bo'lsa bo'ldi ekan. Savob amal qiladigan bo'lsa musulmon bo'lib turib, Alloh nima deyapti? Bas biz unga pokiza hayot ato etamiz. Va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Erkak ayol farqi yo'q. Mo'min bo'lsanglar va mo'min bo'lib turib savob ish qilsanglar, biz unga pokiza hayotga tavfiq beramiz. Ya'ni pokiza hayotga yetishlikka yo'l ochib qo'yamiz deyapti. Tavfiqni qo'lga kiritishlik uchun bizga nima kerak ekan? Solih amal. Oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, tavfiqning asosi
solih amallarni qilish. Qancha ko'p amal qilasiz, solih amallarni ko'p qilasiz, Allohning tavfiqi shunchalar ustingizda doimiy bo'ladi. Tazarru, Allohga iftiqor, toatlarni bajarishlikka Allohdan yordam so'rashligimiz kerak. Va mana shu o'rinda tavfiq degan ne'matga ega bo'lishimiz uchun bizga foyda beradigan eng ulug' amallardan bittasi duo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu ga shunday nasihat qildilar. Usika ya Muoz la tad'anna fi dubri kulli salatin taqul Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Imom Ahmad va Abu Dovud rivoyat. Rasululloh aytdilar: "Ey Muoz, men sizga har namozning ortidan Parvardigor, seni zikr qilishda, senga shukr qilishda va senga go'zal tarzda ibodat qilishda menga yordam ber" deb aytishingizni vasiyat qilaman. Bizdan sodir bo'layotgan har qanday yaxshi amal Alloh taoloning tavfiqi bilangina amalga oshadi. Tavfiq Alloh tomonidan bo'lgan yaxshi amallarga berilgan ilhom. Alloh taolo sizni yo'llab turishligi, Alloh taolo sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'ymasligi. Mana shu tavfiq deyiladi. Tavfiqqa ega bo'lgan odam ikki dunyoni yaxshiligini qo'lga kiritgan odam. Qaytaramiz. Alloh tomonidan bo'lgan tavfiqqa ega bo'lgan odam ikki dunyoning saodatini qo'lga kiritadi. Alloh azza va jalla Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Qarang. Tavfiqqa ega bo'lishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Nima qilsak bizga tavfiq keladi? Robbimiz subhanahu va taolo Nahl surasida shunday marhamat qiladi. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim? Mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Bu Allohning va'dasi. Erkakmi ayolmi? Mo'min bo'lsa, musulmon bo'lsa, yaxshi amal qilsa, Alloh unga pokiza hayotni ato qiladi. Ibn Kasir aytadi, bu solih amal qilgan bandaga berilgan Allohning va'dasi edi. Solih amal sizga tavfiq kelishligining sababi ekan. Qancha savobli solih amalingiz ko'p bo'ladi, shuncha tavfiqqa ega bo'lasiz. Solih amal nima? Solih amalda nimani aytamiz? Qalbida Alloh va uni payg'ambariga iymoni bor bo'lgan erkakni, ayolni ixlos bilan kitob-u sunnatga muvofiq suratga qilgan amali solih amal deyiladi. Sizni ko'zingizga ko'ringan, yaxshi bo'lib ko'ringan amalni hammasi solih amal deyilavermaydi. U amal solih bo'lish uchun kitob-u sunnatga muvofiq bo'lish kerak, ixlos bilan qilingan bo'lish kerak. Mana shunda solih amal deyiladi. Mana shunday solih amal qilgan bandani bu dunyoda hayoti osuda, pokiza bo'ladi. Qaytaraman. Mana shunday solih amalni qilgan bandaning mana shu dunyodagi hayoti pokiza, osuda bo'ladi. Oxiratda bo'lsa, bunaqa amal qilgan odamga dunyoda qilib o'tgan amallarini eng yaxshilari uchun mukofot beriladi. Yuribmiz ko'cha-ko'yda. Nima deb? Bola chaqa tirikchilik deb. Nima uchun tirikchilik, bola chaqa deb yuribmiz? Hayotimiz osuda bo'lishi uchun. Va o'ylayapmizki, chaqamiz ko'p bo'lsa, hayotimiz zo'r bo'ladi. To'g'rimi? Pulimiz ko'p bo'lsa, hayotimiz zo'r bo'ladi. Oyatda aytayapti, boymi, kambag'almi muhim emas ekan. Mo'min bo'lgan holda solih amalni ko'p qilsa, Alloh shu odamning hayotini pokiza qilar ekan. Boy qilib qo'ymas ekan. Millioner qilib qo'ymas ekan. Albatta mansabga o'tkazib qo'ymas ekan. Qanaqa hayot bo'lganda ham, rizqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hayoti pokiza bo'lar ekan. Pokiza hayot qana bo'ladi?
osuda, osoyishta, xotirjam, qo'rquvsiz, qayg'u-xavotirsiz, g'am tashvishsiz hayot. Shunaqa hayot kerakmi? Solih amalni ko'proq qilaylik. Pokiza hayot degan so'zni Abdulloh ibn Abbos halol, pokiza rizq deb tafsir qiladi. Ali roziyallohu anhu pokiza hayotni qanoat deb tafsir qiladi. Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu pokiza hayotni baxt, saodat deb tafsir qiladi. Imom Zahhok pokiza hayotni halol rizq va dunyodagi ibodat deb tafsir qiladi. Mana shularda hammasi pokiza hayot bo'ladi. Kimga berilar ekan bu? Solih, savobli amallarni ko'p qilgan odamga. Tavfiq Alloh taoloning fazli. Tavfiq Alloh taoloning marhamati. Nima degani? Haq bor, fazl bor. Haq siz ishlab olishga haqqingiz bo'lgan narsa. Tomini yopib berdingiz 10 ming so'mga. 10 ming so'mni olishingiz sizning haqqingiz. Endi uy egasi sizni ishingizni puxtaligini ko'rib turib, yana 1000 so'm berib qo'ydi. Majbur emas. Endi bu fazl. Ana shu solih amalni qilib Allohdan tavfiq umid qiluvdik, Alloh taolo shunday berib qo'ydi, fazlni ko'rsatdi. Ma, senga deb. Vaholanki loyiq emas edi unga. Demak, tavfiq Alloh taoloning marhamati ekan va fazli ekan. Bizni bu yerga qilayotgan solih, savobli amallarimiz tavfiqni kelishiga sabab xolos. Agar Alloh xohlamasa, fazl ko'rsatishni xohlamasa, solih amal qilganingizdan keyin ham bermay qo'yadi u tavfiqni. Fa'alu lima yurid. Robbimiz o'zini xohlaganini qiladigan zot. La muaqqiba li hukmihi. Hech kim Alloh taoloni hisob-kitob qila olmaydi. Nimaga bermading deya olmaydi. Sizni qilayotgan savobli solih amalingiz tavfiqning kelishiga sabab, lekin beradigan Alloh. U sababni qilsangiz ham bermay qo'yishi mumkin. Chunki tavfiq Allohning nimasi ekan? Fazli ekan. Shuning uchun men manaqa ish qilib qo'ydim, manaqa ish qilib qo'ydim. Endi albatta tavfiq keladi deb baho bermang o'zingizga.